To'rdoshlar yaxshimisilar, biz bugun Xotan Lotna Yabuyesining Say kentiga joylashgan Jula qo'l hunarvanchilik cheklik shirkatiga yetib keldik. Bundaqda biz birlikda shirkatning qurg'uvchisi Risolatxon ochimizdan ahvol egallagach, gilam korxonasiga kirib qo'lda to'qilgan chiroyli gilamlarni ko'rib chiqaylik. Men bu yez Saykentda Jula qo'l hunarvanchilik korxonasining qurg'uvchisi Risolat Matyasin. 2016-yili hovlimizdagi bekorni o'zgartib, 60 ping atrofida bir kichik korxona qurdik. Eng dastlabda 6 dona gilam jahasini o'rlashtirib, 15 odam ish qo'llashgan. Xotinlar har ishimiz gilamchilikka qiziqdik. O'rganganimiz shu, biz cho'qim shu nardan naf ko'rishimiz deydigan bir xil ruh bor edi. Shu ruhning turtkisida biz 2019-yili partiyamizning g'amxo'rligi bilan kentimizdagi xizmat guruhi kadrlarining tirishchanligi orqasida avtonom rayon ichida Lotnaysiga nishonliq yordam berayotgan Urumchi shahri yuqori yangi texnikalik kasblarni taraqqiy qildirish Marhaba Shimol yo'li mahallasining 400 ming yuan mablag'i bilan bizning korxonamizni o'zgartib 200 ping atrofida kengaytirib qurib 60 odam ishga o'rlashgudek darajada qurib berdi. Hozir korxonamizda 42 odam ishlayapti. Ish unumimiz yuqori, to'qilgan gilamlarmi sotilib turyapti. Korxonamiz gilam sixi va tik sixi deb ikki turga ayrilgan bo'lib, gilam sixida 12 dona gilam jahasi o'rlashtirilgan. Bugungi kunda korxonamiz nurg'un zakazlarni qabul qilgan bo'lib, hozir to'qilgan mollar besilib turadigan ahvollar yo'q. Dastlabda korxonamiz qurilganda bu korxonni qandoq boshqarib ketarman, to'qilgan gilamlarni qandoq sotib chiqararman deb andish qilgan. Kentimizga tushgan 350 xizmat guruhining yordamida bu andishamni yo'qolib ketdi. Ular har tarafdan o'qishib, to'qilgan gilamlarni turli yo'llar orqali Xinjiangning har qaysi joylariga yetkazib, sotilishni ilgari surib berdi. Japonning tegi rohat degandek, hozir korxonamizning nomi har qaysi joylarga tarab, hozir zakaz qiluvchilar biz bilan bevosita aloqalashib, bu yil nurg'un zakazlarni qabul qildik. Korxonamizda hozir 42 nafar ishchi ishlayapti. Buning ichida 20 nafar ishchi nomrod oila. Bularning dastlabki shaqqi ancha yuqori emas edi, sotish yo'llarimiz kamchil bo'lganlikdan. Lekin hozir eng tuvan ish haqimi 1500 yuan atrofida chiqyapti. Biz bu korxonadan har yili 70 ming yuan atrofida kirim qilyapmiz. Bu korxona kentimizning ichiga qurilgan bo'lib, bizga o'xshash sirtqa chiqib ishlashga sharoit yer bermaydiganlarga nisbatan nihoyat yaxshi bo'lgan bir xizmat o'rni bilan ta'minladi. Oxirida bizning mushundoq orzu-armonlarimizni ishga oshirish uchun ko'p yordam qilgan partiya hukumatining alginab yetkazish siyosatiga ko'p rahmat aytaman. Shundoqla shu siyosatlarni bizga dal joyida ishlatib, bizni 5 yo'liga yetaklagan 3 xizmat guruhiga ko'p tashakkur aytaman.